Mbappe'de to'g'risi akalar gap qolmayapti menda maqtashga. To'g'risi bo'ldi, o'sha tugadi. Meni yaxshi gapim qolmadi. Penaltini ham oddiy urmay qo'ydi. Panenka qilib urdi, ko'rgan bo'lsanglar, Brahim Diyazni xotirasiga bag'ishlab qo'ydi. Endi bu ikkita oddiy hol endi Mbappe'ga. Urmasa ham bo'lmaydi endi, chunki o'zingizlar bilib Mbappe'ni olayotgan oyligiga La Ligada pastroqdan ikkita komanda sotib olsa ham bo'lsa kerak-ku. O'zi buncha oylikka sentrdan o'tib tepgani o'zi devyatkaga kira olish kerak meni o'ylashim bo'yicha. Chunki bizning komandada ham 22 ta millioner o'ynayapti. Onasini ham sen bitta ham kambag'al o'ynatmaymiz biz. Ashunda ham mashinchalik yurishibdi ham, jinne so'kaman baribir. Men mana komandani muxlislariga hayron qolaman-da. Stadionni to'laveradi. Bitta ham kubok yutmasa ham mash komandani muxlislari bilasizlarmi? Elchi-pelchilarda ham stadion to'laveradi. Bizda eng kuchli komandalarimiz o'ynasa ham bir qachon stadion terma jamoamizni zo'rg'a to'ladi. Lekin shularning muxlislariga hayron qolaman haqiqatda. Yaxshi dam olinglar.